Tövendeki bapta hem de İmam Buxoriy rahmetullahi aleyh esirden keyinki qazo bo'lib ketgan bir qism namozlarni qanday o'qiydi shuniki bayoni haqida. Endi Kurayb Ummu Salama radhiyallohu anhadan bayon qilib, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam asrdan keyin 2 rakat namoz o'qigan dedi. Deb bo'lib payg'ambarimiz bundoq deydi. Abdul Qays jamoatidagi qabilasiga bir turkum kishilar meni ma'lum bir ish tutib qolgan, mashg'ul qilib qolgan. Peşimdeki o'qiydigan 2 rakat namozni. Shuni o'qigan deb Rasululloh bunday tushuntirgan hamda. Bu hadisning kimda zohiri aniq qilib aytgan vaqtida masalan cheklangan vaqtlarda, paytlarda o'qilmagan nafl namozlarni, sunnat namozlarni o'qisa bo'ldi deganlik kelib chiqyapti bu yerda. Yani masalan farzdan keyingi o'qiyanmagan namozlarni. Bu hadisniki ro'ydan kelayotgan holat bu. Hem çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ait güzel ahlak var. Bu yerda o'zining shaxsiy nafl namoz qilgan vaqtida umumiy musulmonlarning manfaatiga munosabatlik ishlarni tutish qilgan paytida shaxsiy ibodat umumning manfaatiga kelgan vaqtida sal kechiktirsin bo'lgan ibodatlarni sal keyin qo'ysak bo'ldi. Bo'lib ham mavi yeng kelgan kishilar bo'lgandan bularni yaxshi kutib olish kerak. Bular yaxshi qarash kerak, gapini yaxshi anglash kerak. Rasululloh farzini o'qiblar sunnatni o'qimaylar bularni yaxshi kutib olgan. Endi cheklangan vaqtlarda biz masalan Rasulullohga masalan o'zining qazosini qildi. Biz qazosini qilamiz degan vaqtda cheklangan vaqtlarda biz o'qiyanmagan nafl sunnat namozlarning qazosini biz qilmaymiz. Chunki Janob Rasululloh so'raganda, "Ya Rasululloh, sizlar buni qazosini qiliblar, biz qazosini qilib o'qindik" deganda Rasululloh yo'q degan. Undaqda bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki xususiyatlariniki biri kirdi. Cheklangan vaqtlardami o'qiyanmagan nafl namozlarni o'qish bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki alohida xususiyatlariniki bir qatoriga kirdi. Lekin endi bu yerda bir mushkulot bor. Nimishqa degan vaqtida bir qism hadislarda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam masalan mushu namozni, mushu asrdan keyin 2 rakat namoz o'qishni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hayotida qat'iy tashlab boqmagan degan. Musha tashlab boqmagan degani tark etmagan degani ikki xil tushuncha bilan ifodalangan. Birinchisi tark etmagan degani Rasululloh mushu o'qiyanmagan namozlarni cheklangan vaqtdami o'qishni mansux ulab tashlanib qolmagan deb bundoq tushuntirilgan. Yana birisi payg'ambar alayhissalatu vassalam bir ibodatni qilgan ekan, shu ibodatni davomlashtirish, oyoqqacha ta umrining oxirigacha davomlashtirishning o'zi payg'ambar alayhissalatu vassalamningki odatlarining biri edi. Shunlashqa payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shu bir qatim shu qazosini qilib qolgan bilan ta umrining oxirigachilik shu payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shu asrdagi o'qilgan 2 rakatni tashlab boqmagan dedi. Demak, bu Rasulullohning xususiyati haqidagi alohidlik haqidagi yo'l yo'riqni texnik bakrak ifodalaydi hamda. Bu hadisni biz yana bir nuqtadan bilalaymiz. Hamda shu yaxshi amallar orasida bir to'qnashlar kelib chiqqan vaqtida manfaati bakrak bo'ladigan yoki yo'qolib ketish ehtimoli bo'lib qolsa, uniki manfaati cho'ngroq bo'lgan ibodatni oldiga suramiz. Manfaat kichikroqdan voz kechishning o'zimi fiqhul avlaviyat hamda afzaliyat nuqtasidan shunday qilsa bo'ladi deganlik kelib chiqyapti hamda. Ibodatni bir-biriga taqashtirib qo'ymay. 590 numaralı hadise İmam Buxoriy rahmetullahi alayhi bizga Abu Nuaym hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu zot deydi bizga Abdul Vahid ibn Ayman hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu zot deydi bizga ma dadam hadis so'zlab bergan. O dadam Ayşe anamızdan anlagan ekan. Ayşe anamız shunday debdi: Janob Rasululloh dunyodan ilib ketgan narsa ta Allohga uchrashgan qadar tashlab boqmagan o'sha 2 rakat namoz degan. Yani Rasululloh ketdi-yu, lekin buni Allohga uchrashgan qadar bu 2 rakat namozni Rasululloh tashlab boqmagan deydi. Hatto Janob Rasululloh Allohga muloqot bo'lganga qadar ba'zida shu namoz ig'ir kelib qolgan
namoz ig'ir kelmagan, lekin o'ziniki jismoniy sog'lomligi sal yorbaamagan ahvol ostidami mush namoz vaqtida Rasululloh o'tirib turib mush asrdan keyin mush shirkatni o'tirib turib o'qiydi deydi ko'pincha. Payg'ambarimiz o'qiydi, lekin uni masjidda o'qimaydi janobi Rasululloh. Ummatga bir ig'irlik bo'lib qolmasin deb ansirab. Janobi Rasululloh imkon qadar bu ummatning taklifoti yengil bo'lishini yaxshi ko'radi. Janobi Rasululloh. Demak, hamda bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki bu xususiyat ekanligi bu yerda taxmin ro'shan ifodalanayotdi. İmkon qadar mush ummatga bir ig'ir kelib qolmasin deb bulardan shu yushirib uyda o'qib payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ummatning mas'uliyatini, majburiyatini tag'im yengil bo'lishga sababchi bo'lish uchun imkon qadar uyda o'qishga tirishgan. Hayotining oxirigacha o'qigan. Ammo lekin Hazrat Ömer radhiyallohu anhular bu ikki rakat namozini bir qism sahobalar ya bir qism kishilar o'qigan bo'lsa, asrdan keyin uratdi, o'qishdan cheklaydi. Bu Rasululloh cheklagan deb. Lekin Rasulullohning bu yerdagi bu qilmishi ayrim ahvolamda. Xo'sh. 591 numaralı hadisda İmam Buxoriy rahmatullohi alayh bizga musaddad hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu zot deydi bizga Yahyo hadis so'zlab bergan bo'lib, Yahyo deydi, Yahyo bizga Hisham hadis so'zlab bergan deydi. Hisham deydi, menga dadam xabar bergan, Urvat ibn Zubayr. Oysha onamiz shundoq degan. Ey singlimning bolasi deydi, Urvan demoqchi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam asrdan keyin bu ikki rakat namozini tashlab boqmagan, meni qishimda qat'iy tashlab boqmagan deydi. Bu yuqorqi hadisning davomi, ha? 592 numaralı hadisda İmam Buxoriy rahmatullohi alayh bizga Musa ibn İsmail hadis so'zlab bergan deydi. Bu zot deydi bizga Abdulvahid hadis so'zlab bergan. Abdulvahid deydi bizga Shayboni hadis so'zlab bergan. Shayboni deydi bizga Abdurrahmon ibn Asvad hadis so'zlab bergan. O kishi dadisi Oysha onamizdan. Oysha onamiz deydi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'sha ikki rakat namozni mayli maxfiy, mayli oshkor holatda tashlab boqmagan. Bundan burun ikki rakat, asrdan keyin ikki rakat. 593 numaralı hadisda İmam Buxoriy rahmatullohi alayh bizga Muhammad ibn Ar'ara hadis so'zlab bergan deydi. Bu zot deydi bizga Shu'ba Abi Isaqdan hadis so'zlab bergan. Bu kishi deydi Asvad va Masruqning Oysha onamizning huzuriga kelganligini ko'rgan edim. Bu Oysha onamiz shundoq degan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mush asrdan keyin meni qishimga kelib qolsa uyga. Mush ikki rakat namoz o'qiydi degan. Hamda payg'ambar alayhissalatu vassalam bir qitim peshimdan keyin o'qildigan ikki rakat namozni Abdul Qays qabilasini kutilish sababidan kechiktirib asrdan keyin o'qiganlik tufaylidan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ta hayotining oxirigacha buni tashlamagan o'qigan. Uning bu peshimdan ikki rakatni masalan Rasululloh undan keyin asrdan keyin o'qiganmi? Yo'q, unda emas. Shu bir qitim ashta bo'lgan. Lekin undan keyin peshimdan ikki rakatni o'z paytida, o'z vaqtida o'qigan. Bir qitimlik sabab tufaylidan ta umrining oxirigacha bu davomlashtirib bu qazoni o'ziga bir sunnat odat qilib Rasululloh oxirigacha umrining oxirigacha buni ochiq ziyoda o'qigan. Lekin bu ummatga bu sunnat emas, ummatning asrdan keyin ikki rakat namoz o'qishi bu sunnat emas. Bu Rasulullohning xosligi. Bundan hatto Umar ibn Xattob roziyallohu anhu qatorliq buyuklar asrdan keyin bu ikki rakat namoz o'qigan kishilarni ko'zi uyg'on bo'ladi. Bu Rasululloh cheklagan ish deb.